Aziz hamyurtlar, Moskva Toshkent navbatdagi reysimizga pasatga jarayoni boshlandi. Yo'lovchilar esa kelishmoqda. Bir kunda hozirgi kunda 2 tadan 3 tadan avtobuslarimiz ketmoqda. Reyslar har kuni amalga oshyapti. Sankt-Peterburgdan ketmoqchi bo'lgan ukalarimizga esa через Moskvaga ketishlarni tavsiya qilamiz, chunki hozir Peterdan premyer reyslarimiz yo'q azizlar. Avtobus holatlari yaxshi. Hozir mana yo'lovchilardan bir qator fikrlarni so'raymiz. Uka, yaxshimisiz? Charchamasdan. Avtobus yoqdimi sizga? Hozircha yaxshi, lekin bergan pulga arzitganmi? Tavsiya qilsa bo'laveradimi? Yaxshi. Bu avtobusda chiqishni qancha kutdingiz? To'g'risini ayting. Kecha kechqurun tunda kelgansiz. Tunda kelsiz, to'g'rimi? Mana azizlar, iltimos qilaman, iloji boricha e'tirof qilinglar. Nima deysiz? Yaxshimi avtobus? Yoqdimi sizga? Tavsiya qilsa bo'laveradimi? Qayerdansizlar o'zi? Toshkent. Toshkent o'zi, poytaxtchi. Sizlar qayerdan akalar? Assalomu alaykum. Surxondaryo. Nima deysiz aka, surxondaryolik Jaydari akalarimiz yaxshimi? Yaxshi. Tavsiya qilsa bo'laveradimi? Dokumentlar yaxshimish qilib o'zinglarda. Zo'rmi? Shunaqa dokumentlarni yuringlar. Aka, yaxshimisiz? Problemalarni hal qildingizmi? Yechdingizmi? Chiqdingmi? Nima deysiz? Yaxshimi aka? Zo'rmi? Yusufboy, yaxshimisiz? Qandaysiz? Yaxshimi? Charchamay bo'lyaptimi? Sekin-sekin. Makkammi? Mollatsa Yusufboy, mana ko'rishinglar mumkin. Yusufjon ham shu yerda ishlar bilan band. Moskva Toshkent reyslar har kuni. Bemalol kelib joylarni band qiling.